bo'lib qolaman. Pomidorni xona haroratida saqlatamim. Shunda zo'r bo'ladi. Voy. Juda issiq ovqatni solma. Men deformatsiya bo'laman. Avval sovut, keyin yop. Shunda sog'lom bo'laman. Meni xato ishlatyapsan. Avokado yumshoq bo'lganda yeyiladi. Juda uzoq kutib yuborsang, foydali yog'larim kamayadi. To'xta. Issiq skоворodkaga sovuq suv quymang. Avval sovishini kuting. Shunda u egilmaydi va uzoq xizmat qiladi. Meni uzoq yuvma. Men suvni tez shimaman. Yaxshisi tezda chayib yoki nam salfetka bilan art. Meni xato ishlatyapsan. Issiq yog'ni to'kma. Avval sovut, keyin alohida idishga ol. Meni qoshiq bilan birga tashlama. Men o'tkirman. Alohida yuving, quriting. Shunda o'tkirligim saqlanadi. Bizni plita yoniga qo'ymang. Issiqda hidimiz va foldamiz yo'qoladi. Meni juda mayda to'g'rama. Shunda vitaminlarim chiqib ketadi. Katta-katta kes, foydam ko'proq bo'ladi. Meni issiq suvda yuvma. Bakteriyalar tarqaladi. Yaxshisi sovuq suvda yoki umuman yuvmasdan pishir. Voy. Meni havo olmaydigan plyonkaga o'rab qo'yding. Qog'ozga yoki maxsus idishga sol, shunda mazam saqlanadi. Meni muzlatgichga qo'yma. Sovuqda tez qorayaman. Xonada saqla, shunda uzoq yashayman. Meni yuvib keyin muzlatgichga qo'yding. Shunaqa qilma. Yuvilgan qulupnay tez mog'orlaydi. To'xta. Bizni birga saqlayapsan, bu katta xato. Piyoz gaz chiqaradi, kartoshka esa tez buziladi. Bizni alohida joyda saqla. Meni kechqurunlik. Men asabni tinchlantiraman va uyquni shirin qilaman. Bizni kunduz kuni yeydi. Bizda C vitamini ko'p, immunitetni mustahkamlaymiz. Meni oz-ozdan ye. Men miya uchun foydaliman, lekin kechasi ko'p yema. Meni ertalab yesang zo'r. Men uzoq vaqt to'qlik beraman va kunni kuch bilan boshlaysan. Men foydaliman, lekin me'yor bilan. Kechqurun ko'p yema, oshqozon qiynaladi. Dunyodagi eng sog'lom oqsil tuxum. Shuning uchun meni ko'proq yeng. Men qovurilgan kartoshkaman. Dunyodagi eng zararli mahsulot qayta ishlangan go'sht mahsuloti. U stressni kuchaytiradi va immunitetni zaiflashtiradi. Dunyodagi eng foydali mevalar. O'rmon mevalari antioksidantlarga boy bo'lib, miya faoliyatini yaxshilaydi. Dunyodagi eng zararli mevalar konservalangan mevalar. Ko'p shakar bor, qondagi shakarni tez oshiradi. Dunyodagi eng yaxshi suv limonli suv. Immunitetni kuchaytiradi. Limon C vitaminiga boy, shamollash va infeksiyalarga qarshi yordam beradi. Dunyodagi eng xavfli ichimlik gazli ichimliklar. Qon shakarini tez oshiradi. Semirish va diabet xavfini kuchaytiradi. Dunyodagi eng foydali